Rossiya Kiyev atrofidagi hududlarga kuchli zarbalar berdi. 3 kishi, jumladan bir bola halok bo'ldi. Javob zarbasi: Ukraina Rossiyaga turista dron bilan hujum qildi. Putin o'tgan yil halok bo'lgan havo desant qo'shinlari polkovniki bilan telefon orqali suhbatlashdi. Rossiya Kiyev atrofidagi hududlarga kuchli zarbalar berdi. 3 kishi, jumladan bir bola halok bo'ldi. Rossiyaning Ukrainaga navbatdagi hujumlari Kiyev viloyatida og'ir oqibatlarga olib keldi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Kiyev atrofidagi hududlarga berilgan zarbalar natijasida 3 kishi, jumladan bir bola halok bo'ldi. Yana 3 kishi jarohatlangan. Hujumlar Kiyev yaqinidagi Borispol tumanining bir nechta hududida qayd etilgan. Xususiy uylar va boshqa obyektlarga zarar yetgan. Kiyev shahrining o'zida ham havo hujumi vaqtida ayrim tumanlarda yong'inlar chiqqan. Mahalliy aholi bir nechta kuchli portlash ovozlari eshitilganligini bildirgan. Ukraina ma'lumotlariga ko'ra, hujum vaqtida 151 ta dron va 6 ta ballistik raketa ishlatilgan. Ukraina havo mudofaasi dronlarning katta qismini urib tushirgan, biroq ballistik raketalarga qarshi mudofaa imkoniyatlari cheklangan. Ayni paytda Kiyev uchun asosiy muammolardan biri ballistik raketalarni tutib qolishga qodir havo mudofaasi vositalarining yetishmasligidir. Javob zarbasi: Ukraina Rossiyaga qariyb turista dron bilan hujum qildi. Ukraina Rossiyaning bir qator hududlariga qariyb turista dron bilan hujum qildi. Hujumlar Rossiyaning bir nechta viloyatlari, Qrim va Azov dengizi hududlarini qamrab olgan. Samara viloyatida sanoat korxonalaridan biriga zarba berilgani ma'lum qilindi. Mahalliy manbalar esa dronlar hujumidan so'ng Sezran neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqani haqida xabar bergan. Krasnodar o'lkasida esa neftni qayta ishlash zavodida yong'in yuzaga kelgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 5 kishi jarohatlangan. Lipetsk viloyatining Zadonetsk shahrida ham dron hujumi oqibatida 2 kishi jarohatlangan. Xususiy uylar, avtomobil va elektr tarmog'iga zarar yetgani aytilmoqda. Rossiya rasmiylari hujumlar oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilayotganligini ma'lum qilgan. Ukraina tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan bu hujumlar Rossiya hududlaridagi neft va sanoat obyektlariga bosim kuchaytirayotganligini ko'rsatmoqda. Putin o'tgan yili halok bo'lgan havo desant qo'shinlari polkovniki bilan telefon orqali suhbatlashdi. Rossiyada kutilmagan holat yuzaga keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 6 avgust kuni 76-gvardiya desant shturm diviziyasi qo'mondoni polkovnik Abdulaziz Shihabedov bilan telefon orqali suhbatlashdi. Suhbatda Shihabedov o'z diviziyasi Donbassdagi Dobropolye yo'nalishida jangovar vazifalarni bajarayotganligini ma'lum qilgan. Biroq bu holat savollarni yuzaga keltirmoqda. Chunki 2025-yil may oyida Shihabedov halok bo'lgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Uning tug'ilgan Dog'iston hududlarida hatto xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilgani haqida ma'lumotlar paydo bo'lgan. Ayrim Rossiya nashrlari esa polkovnik Moskvadagi qabristonga dafn etilgani haqida yozgan. Ammo Shihabedovning o'limi Rossiya tomonidan rasman tasdiqlanmagan ham, rad etilmagan ham. Endi esa Putin bilan telefon orqali suhbatdagi ovozi uning tirikligi va ayni paytda harbiy diviziyaga rahbarlik qilayotganligini ko'rsatmoqda. Shihabedov bilan bog'liq bir yil oldingi xabarlar nega paydo bo'lgani esa hozircha ochiq qolmoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.